Meni farzandim ko'p YouTube'da, telefonda har xil o'yinlarda mukkasidan ketgan. O'shani qanday qilib qaytarsa bo'ladi deb savol berishadi ko'pda ota-onalar. Azizlar, birinchidan bolani hozir qo'lidan gadjetlarni tortib olishingiz, internetni o'chirib qo'yishingiz va umuman telefonni yaqinlashtirmaslikka iloji yo'q. Qayerdan bo'lsa ham u borib o'rtoqlaridan ko'radimi, boshqa joydan ko'radimi, u borib o'shani topadi. Savol berish kerak. Nima uchun ayrim bolalar ana shunday telefondan ko'ra boshqa narsalar bilan shug'ullanishni yaxshi ko'rishadi? Uni sababi ularning ota-onasida, ularning yaqin atrofdagi muhitida. Agar insonni har xil supermenlarga, har xil haligi Batman deymiz, haligi o'rgimchak deymiz, o'shalarga emas, seni ichingda super odam borligini his qilishing kerakligini agar u his qilsa, sezsa, u o'ziga nisbatan qul ekanligi, tobe ekanligini o'sha gadjetlardan seza boshlaydi va undan katta narsalar borligini his qila boshlaydi. Ya'ni insonning ichida boshqa bir quvvat borligini sezdirib qo'yuvchi ustozlar bo'lishi lozim. Bu narsani badanidan so'z bilan emas, kalla bilan emas, gapirganingiz bilan his qilmaydi. His yurakdan beriladi.